Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz muloqot psixologiyasi deb nomlanadi. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalarni asos qilib oldik. Bular muloqot haqida tushuncha, muloqot axborot almashinuvi sifatida, muloqotning interaktiv tomoni va muloqotda bir-birini idrok qilish va tushunishdir. Shaxsaro munosabatlar bizga ma'lumki, muloqotsiz amalga oshirilmaydi. Shaxsaro munosabatlarda muloqot asosiy mexanizm, asosiy rol hisoblanadi. Muloqot bu ikki yoki undan ortiq kishilarning o'zaro ta'siri, ular o'rtasida bilish yoki affektiv baholash xarakteridagi axborot almashinishidir. Muloqot murakkab, ko'p qirrali jarayondir. Uning tuzilishida uchta tomon farqlanadi. Bular kommunikativ tomon, ikkinchisi interaktiv tomon, uchinchisi perseptiv tomon hisoblanadi. Kommunikatsiya inglizcha so'z bo'lib, xabar qilish, aytish ma'nosini anglatadi. Kommunikatsiya insonlar o'rtasidagi tasavvur, fikr, his-tuyg'u, kayfiyat almashinuvidan iborat bo'lib, ularning o'zaro ta'siri orqali amalga oshiriladi. Kommunikator axborot beruvchi, retsipient axborotni qabul qiluvchi hisoblanadi. Muloqot jarayonida kommunikator va retsipient navbatma-navbat o'rin almashinadilar. Kommunikatsiya verbal va noverbal vositalar yordamida amalga oshiriladi. Verbal kommunikatsiya nutq orqali amalga oshiriladi. Noverbal kommunikatsiya esa imo-ishora, mimika, pantomimika, ya'ni belgilarning optika-kinetik tizimi, intonatsiya, pauza kabi vosita va usullar yordamida amalga oshiriladi. Noverbal kommunikatsiya shakllari quyidagicha. Birinchisi kinestetika, tana, qo'l harakatlari, mimika, pantomimika kiradi. Paralingvistika bu ovoz tembri va diapazoni, tonalligi kiradi. Ekstralingvistika nutq tempi, pauzalar, tomoq qirish, yig'lash va kulgi kirsa, shakliga proksimika muloqotni vaqt va fazoviy jihatdan tashkil etish sohasi kiradi. Kommunikativ jarayonda tinglay olish, eshitish qobiliyati muhim. Tinglashni ham o'z navbatida ikkita turi mavjud. Bular norefleksiv tinglash va refleksiv tinglash hisoblanadi. Norefleksiv tinglash muloqot sherigi nutqiga maksimal darajada diqqat qaratish va minimal darajada unga aralashish hisoblanadi. Quyidagi vaziyatlarda norefleksiv tinglashni qo'llash maqsadga muvofiq. Bular suhbatdosh biror narsaga o'z munosabatini bildirishni, o'z nuqtai nazarini ifodalashni xohlayotgan bo'lsa, ikkinchi ko'rinishda suhbatdosh qandaydir og'riqli masalani muhokama qilmoqchi bo'lsa, ya'ni agar misol qiladigan bo'lsa, inson biror bir narsadan xafa bo'lgan bo'lsa, notinchlikni yoki boshqa emotsional kechinmalarini bildirmoqchi bo'lsa, uni nutqiga aralashmagan holatda tinglash kerak. Uchinchisi, suhbatdosh o'zini tashvishlantirayotgan narsalar haqida gapirishga, uni nutqiy ifodalashga qiynalayotgan paytda uning gapiga minimal aralashuv yengillik tug'diradi. Bu usul, ya'ni norefleksiv tinglash, tortinchoq, o'ziga ishonchi past odamlar bilan muloqotda foydali hisoblanadi. Ishga qabul qilishda, nomzod to'g'risida ko'proq ma'lumot olishda, yana norefleksiv tinglash usuli samarali hisoblanadi. Refleksiv tinglash suhbatdosh bilan faol qaytarma aloqa o'rnatishni talab qiladi. Refleksiv tinglashni ham o'ziga xos usullari mavjud. Birinchidan, aniqlashtirish kerak, savol berib, albatta. Ikkinchisi, hissiyotlarni aks ettirish kerak. Buning uchun noverbal vositalarni qo'llash lozim. Uchinchi usul suhbatdosh gaplarini takrorlash va perifrazirovka, suhbatdosh fikrini boshqacha tarzda shakllantirish, ya'ni suhbatdosh fikrini o'z so'zlari bilan aytish talab etiladi. Verbal kommunikatsiya nutq orqali amalga oshiriladi. Nutq bu muloqot, fikr almashinish, o'zaro bir-birini tushunish jarayoni hisoblanadi. Nutq til yordamida insonlar o'rtasidagi kommunikatsiya vositasi sifatida ham namoyon bo'luvchi psixologik faoliyat ko'rinishidir. Nutqning asosiy vazifalari: birinchi navbatda kommunikatsiya vazifasi mavjud. Ikkinchi vazifasini ko'rinishi ijtimoiy tarixiy tajribani keyingi avlodga yetkazish va uni o'zlashtirish vazifasi. Rejalashtirish va ekspressiv ifodalilik insonning holatini va axborotga bo'lgan munosabatini ifoda etadi. Nutqni tashqi, ichki, yozma, og'zaki va dialogik va monologik turlari mavjud. Ichki nutq tashqi nutqning asosida shakllanadi. Bunda interiorizatsiya va eksteriorizasiya jarayonlari kuzatiladi. Interiorizatsiya bu tashqi nutqning ichki nutqqa o'tishi hisoblansa, eksteriorizasiya esa ichki nutqning tashqi nutqqa o'tkazilishidir.
Insonning muloqotda distansiyani quyidagi zonalari farqlanadi. Bu zonalar to'rtta ko'rinishda bo'ladi. Ommaviy, ijtimoiy, shaxsiy yoki personal va intim zonalar hisoblanadi. Ushbu zonalar o'zini masofasi bilan bir-biridan farq qiladi. Muloqotning interaktiv tomoni bu insonlarning muloqot jarayonida bir-birlariga o'zaro ta'sir etishidir. Muloqot va birgalikdagi faoliyat ijtimoiy nazorat sharoitlarida amalga oshiriladi. Ijtimoiy nazorat esa ijtimoiy normalar, jamiyatda qabul qilingan kishilarning o'zaro ta'siri va munosabatlarini tartibga soluvchi xulq-atvor namunalari asosida olib boriladi. Ijtimoiy nazoratni ham mexanizmlari mavjud. Ular birinchi mexanizm ma'qullamaslik, ikkinchisi ayblash va uchinchisi jazolashdir. Muloqotning perseptiv tomoni bu muloqot jarayonida o'zaro bir-birini tushunish va bir-birini idrok qilishdir. Bir-birini idrok etishni ham quyidagicha mexanizmlari mavjud. Birinchi mexanizm bu identifikatsiya, ikkinchisi refleksiya va uchinchisi stereotiplashtirish hisoblanadi. Identifikatsiya bu insonning o'zini boshqa insonga guruhga o'xshatish hisoblanadi. Refleksiya esa bu insonning muloqotdagi sheriklari uni qanday idrok etishlarini anglash va shunga qarab o'z xatti-harakatlarini to'g'rilashdir. Stereotiplashtirish xulq-atvor shakllarini tasniflash va ularning sabablarini avval ma'lum bo'lgan, ya'ni ijtimoiy stereotipga javob beruvchi holatlarga kiritish orqali tahlil qilishdir. Endi Areol effekti haqida gaplashadigan bo'lsak, bu effekt inson haqidagi birlamchi tasavvur, taassurotning keyinchalik uning shaxsiy sifatlari va xulq-atvorni idrok etishga ta'siri hisoblanadi. Bu effektni ham salbiy va ijobiy shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Muloqotda yana quyidagicha turlari mavjud. Bular rasmiy, norasmiy, verbal va noverbal ko'rinishlari mavjud. Munosabatlar ifodalanishiga ko'ra muloqotning turlari, ular haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi turi ijtimoiy yo'naltirilgan muloqot, ikkinchisi guruhiy predmetli yo'naltirilgan muloqot va uchinchisi shaxsiy yo'naltirilgan muloqotdir. Bugungi mavzuyimiz shu ma'lumotlardan iborat edi. Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash uchun quyidagi adabiyotlarni tavsiya qilib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.